أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz o'quvchilar, saboqdoshlar. Bugun yana darsimizningki 37-hadisga keldik. 37-hadis musulmonning yetakchilariga va yo'lboshchilariga qandoq minish, qandoq yashash, qandoq muomala qilish atrofidagilarga ne o'rgatadigan bir hadis. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhudan rivoyat qilinib, bir kishi mundaq dedi. Allah bilan qasamki, ya Rasululloh, ey Allohning rasuli, men bundat namozga falanining jahdidan bormayman. U bizga qiroatni uzun qilganligi uchun. Mimma degan shu bormaslikning sababi. U bizga qiroatni uzun qilganligi uchun. Bu bir ma'nosi. Ikkinchi bir ma'nosi, men bundat namozidan falanining jahdidan u bizga qiroatni uzun qilganlikdan kichikib qolaman. Yomon uzun qiroat qilganligi uchun voytaga qiroat qilyapti, qiroat qilib birdan to'xtab borsammi bo'ludi deb o'ltirib borsam namozni o'qib qolaman. Balduroq boray desam, bir turib kelsin namozga uzun turib zirik turib solgan, erib qolgan, hatto namozda xushu huzuqdan ma'rif qolgan. Shuning uchun bormayman deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mundadi. Abdullah ibn Mas'ud deydi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bir nasihatda shu kundikidan qattiqroq g'azab qilganligini ko'rmagan. Shu kundagi nasihatdan. O'sha chaqda g'azab qildi, ochiqlab ketdi. Ondan dedi payg'ambarim, haqiqatan sizlardan ükütü o'tadigan, qochirib o'tadiganlar bor ekan. Sizlarning qaysinglar odamlarga namoz o'qisa, namozni qisqa qilsa. Sababi ta'innadiki inni ta'lil uchun sababi ularning ichida ojizlari bor, yashilib qolganlari bor, ishi bor, zurriyati bor, aldirashchiligi bor dedi. Demek bu hadiste bir kişi Müslümanların imamının işten şikayet kıldı. Eğer imamda, yetekçide, yolbaşçıda Müslümanların işlerden bir işe iyi boğan, vali boğan kişi de Müslümanların menfaatini, Müslümanların yaxşılıkını, İslamning vasatiyat yo'lini tutmaganligini ko'rib qolsa, u kishining ustidan shikoyat qilish va u kishining ustidan arz qilish va u kishining ustidan dad etish bu durust. Mana bu kishi bu yerdan durust dad etdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam eng g'azab qildi. Demak, ba'zi fand nasihatlarda g'azab qilib turib, ochiqlab turib, qattiq qarib turib g'azab qilishmi durustmi? Bo'ladi. Ya'ni har bir da'vatning ahvoliga qarab turib qilish kerak.
Bu halning ahvoliga qarab turib ketish kerak. Rasulullohda qochuvdiganlar bor deb bo'lib, namoz o'qisa, qisqa o'qisa. Chunki har bir ishda atrofni, hammani o'ylab qilish kerak. المعنى العام مما لا خلاف في استحبابه قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة في الأوليين من كل صلاة جهرا في الجهرية وسرا في الصلاة السرية والخلاف في مقدار ما يقرأ وأي السور أفضل في الصلاة. Onun mustahabligi de ihtilaf yok iş. Kur'an-ı Kerim'den bir sürünü okuş Fatiha'dan keyin her bir namazning avvalgi ish hareketi de oshkora o'qiladigan namozda, maxfiy o'qiladigan namozda bunun masala yo'q. İhtilaf qanchalik o'qilayotganlikda, qanchalik o'qiladi? 1 oyatmi, 2 oyatmi, 10 oyatmi? Qaysi suralar afzal namozda da, qaysi surani o'qisak afzal? Bunun ixtilof, boshqa ixtilof yo'q. لو تتبعنا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدناها تختلف اختلافا كبير. في الزهر قرأ بالسماء ذات البروج، بالسماء والطارق، بالليل إذا يغشى، بسورة اللقمان، بالزاريات في ركعتين. فتراوحت قراءته في ركعة الظهر بين 34 آية وبين 17 آية، وفي العصر والمغرب دون ذلك، وفي العشاء قرأ بسورة التين، وأمر معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها. في الفجر قرأ بسورة المؤمنون في ركعتين، وقرأ في ركعة بالتكوير، وفي الأخرى بإذا زلزلت الأرض. Agar biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroatini tekshirib baqadigan bo'lsak, biz o qiroatni bek farqlanganligini topamiz. İxtilofan kasir degan bu bek farqlanganligini topamiz. Fishimda vas-samoi zatil burujni, vas-samoi vat-tariqni, val-layli iza yaghshani, sur Luqmanni, vaz-zariyatni o'qitdi ish harakatida. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qiroati peshimning bir rak'atida 34 oyatdan 17 oyatga qadar o'zgardi. Tarovahat degan o'zgarib turdi Rasulullohning qiroati. Asr bilan Shamda shuningdan tuvanroq xuftamda suratni o'qitdi. Muaz radhiyallohu anhu va shamsi va zuhahani o'qishga buyurdi. Bomdatda sura Mu'minun o'qidi 2 rak'atda. 1 rak'atda va Takvir surasini yeni 1 rak'atda İza zulzilat surasini o'qidi. ولا شك أن هذا الاختلاف دليل جواز الكل. Bunu bilan direkt bir desa shak shubha yo'qki bu xil farq, bu xil ixtilof hammasining durustligining dalili. Uzun o'qisangmi bo'ladi, qisqa o'qisangmi bo'ladi, o'tirangmi o'qisangmi bo'ladi, durust. Wal kalamu fima huwa afdal. Gap nimaning afzalligida. Nima u afzal? Buningda gap. ولا شك أن طول القراءة أفضل من قصرها إذا كان منفردا أو إماما لقوم محصورين راضين بالتطويل بشرط ألا يضيع وقت الأفضلية للصلاة. شك şüphesiz ki qiraatni uzun o'qiganlik uni qisqa o'qiganlikdan afzal. Agar on qiraat qiluvchi yolg'iz kishi bo'lsa yoki sanoqliq uzun qilishga qo'shilgan, rozi bo'lgan jamoatga imom bo'lgan bo'lsa, namozning afzallik vaqti zayo'lab ketmaydigan shart bilan. Yani bir uzun o'qiman degancha namoz avval vaqtidan o'tirhal vaqtiga berib ketadigan bunda bo'lib qolsa bo'lmaydi. Shu sanoqliq bo'lgan, hammasi birdek uzun o'qisangiz rozi degan qavmga imom bo'lgan
imom yoki yolg'iz o'qigan kishi uzun o'qisa, buning shak yo'q. Ammallazi ya'ummu qauman ghayra mahsurin aw ya'ummu man la yarda bit-tatwil fawajibuhu at-takhfif bil qadri allazi la yata'allamu minhu al-ma'mum. Ama sanoqsiz jamoat imom bo'lgan va bakchiq, bak ko'p yoki uzun o'qishga, qiroatni uzun o'qishga rozi bo'lmaydigan kishiga bu xalq imom bo'lgan imom, uning majburiyati uningdan iqtido qilguvchi og'irmaydigan miqdorda yengil o'qish vojib. Atrofdagi xalq va bak egri o'qudi, hodiryapti, ziriktiryapti, bundan o'qisa bo'lamdi deb malomat qilmoqday darajada yengil o'qish kerak. فإن الإسلام حريص على عدم التنفير من صلاة الجماعة فهي مهما قلت القراءة فيها أفضل من صلاة الفرد مهما أطال في قراءته ب27 درجة. حقيقة الإسلام jamoat namozidan uyuttirib o'tmaslikka, qochirib o'tmaslikka qiziqadi. U jamoat namozi, qiroat, u namozda qanchalik oz bo'lsin, afzaldir yolg'iz o'qigan odamning namozidan har qancha qiroatni uzun qilsin, 27 daraja afzal. Bir jamoat namozining qiroati qanchalik oz bo'lsin, masalan bugungi kunda tiravida shundoq az qisqa o'qiydi ekan, oyoq bo'lmaydi ekan deb uyga yurib bir kecha qiyom qilsimi, ammo bu jamoatning namozi afzal. Chunki jamoat kuch, birlik, ittifoqlik, bir ummat, bir gavda. ولا يظن الإمام الذي يتعب المؤمنين بقراءته أنه بذلك يتقرب إلى الله، بل إنه خالف سنة الرسول الكريم الذي كان يدخل الصلاة ينوي تطويلها بصحابته رجالا ونساء فيسمع بكاء الطفل فيخفف القراءة إشفاقا على أمه. Jamoatni ma'mum degan iqtido qilguvchilarni qiroati orqali hodigan imom o'zini uzun qiroat qilish orqali Allohga yaqinchilik qildim deb o'ylamasin. Balki u ulug' Rasulullohning sunnatiga qarshi qilgan bo'ldi. Bu payg'ambar alayhisalom namozni o'zining er va ayol sahobalari bilan uzun qilishni niyat qilib ketdi. An kichik bolaning yig'ilganlik ovozini anglab, qiroatini o kichik bolaning onasiga ichag'itib, yenik o'qitdi. Va onasi chidayolmay, namozni buzolmay qolmasin deb qisqa o'qitdi. Inna Muaz ibn Jabal kana ya'ummu qawmahu فحرص على أن ينال من فضل القراءة فأطال. استفتح في صلاة العشاء بسورة البقرة وخلفه المريض والمتعب من عمل النهار وصبر المتعب قدر طاقته وهو يظن أن معاذا سيقف عند قريب فلم يقف ويئس المتعب فسلم وصلى منفردا وانصرف وصار يتأخر عن الصلاة حتى ينتهي معاذ من صلاته فيصلي وحده وعلم به معاذ فقال عنه إنه منافق وسأله أصحابه أنافقت يا فلان؟ قال لا والله لآتين رسول الله فلأخبرنه وشكى إلى رسول الله تطويل معاذ حيث دفعه إلى الصلاة وحده. قال الرجل إن أصحاب نواضح نعمل بالنهار. فعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ أتبتن الناس وتكره إليهم الإسلام والصلاة. اقرأ بالشمس وضحاها أو بسورة الضحى أو بسورة والليل إذا يغشى. ولم يسمع أبي بن كعب بهذه الحادثة فأطال في صلاة الصبح وربما ظن أن الصبح غير العشاء فالعشاء يحتاج الناس بعدها للنوم أما الصبح فاستقبالهم لليوم يدعو للحركة والنشاط والرغبة في الخير الكثير. وكانت واقعة حديثنا
وكانت في مسجد قباء فشكى الرجل إلى رسول الله فغضب غضبا ساعة إذن لم يغضب مثله من قبل ودعا أبي بن كعب في محضر من الصحابة والأئمة فقال لهم إن منكم منفرين يطيلون القراءة أيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف صحيا والكبير سنا وابن السبيل وذا الحاجة يسعى إلى حاجته فإذا صلى أحدكم وحده فليطل في صلاته ما يشاء. Hakikaten Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu kavmiga imom edi. Ya'ni imomlik qilardi. Fahadisa shunlashqa Muaz radhiyallahu anhu qiroatning fazilatiga erishishga qiziqib, o qiroatni uzun qildi. Imom bo'lgandan keyin savobni jaq alayda, abi savobim jaqroq bo'lsin deb uzun qildi. Xuttam namozida suratul Baqara bilan boshlayapti. Vahalaniki onun ağzı kisel, kündüzlüknün işlerinden herip çarçavatkallığı baydı. Herip ketken kişinin sabrisi onun taakti boyunca o oylaydı, o herip ketken kişi oylaydı, Muaz yakındı toxtadı. O Muaz toxtamadı. Herip ketken kişi ümidini üzüp, salam verip, yalğız namaz okup qaytıp gitti. Ve namazdan kişki başladı Muaz radıyallahu anh'ın namazını tügütüp olgan kadar an özü yalğız namaz okugan. Bunu Muaz radıyallahu anh'ı bölüp kılıp munda o kişi doğruluk o münafık olup gitti, o münafık dedi. Ve onun ashabları yani dostları yakınları münafık olup gitti mi falanı depti. O kişi dedi ya öyle bakalım. İnsan aldı bilen her kandak bir illetini, sebepni özüdün izleş gerek. Özgülerden izleş, özgülerge döngeş, özgülerge atışkı bulmaydı. Muaz radıyallahu anh o kıraatını uzun kılıp, onun huzurunu elip, onun rahatini elip kılgan bilen Muaz radıyallahu anh'ın aldıda keynede nurgulluğun adamlar var. Şuna ümmetki yetekçilik kılgan, Müslümanlarını yol başlap mangan kişi özünü oylamasın küçük balılarını, ayallarını, kerilarını, her bir etrafındaki kişilerini ortak oylaşı gerek. Onun da ehemmiyet verişi gerek, onun maslahatlarını riayet kılışı gerek. Allah ulan qasam ki çukum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e berip o Resulullah'ı haber kılaman. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Muaz radıyallahu anh'ın ki uzun kılganlıqını şikayet kıldı. Onu yalğız namaz okuşqa mecburlaştı kadar. Hele kadem munda dedi. Biz tügü ilgilere, yani tügünü iş kısalip pul tapırgan kişiler kündüzü işleyimiz. Şunlaşka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ın kayıp onunla mundaq dedi. Sen fitnegi taşlamsın sen ey Muaz. Ademlerini fitnegi taşlamakta mı? Az durmakçı mı? Ularga İslam'ını, namazını yaman kösetmekçi mi sen? Ha İslam degan bunda ola olsa, namaz degan bunda ola olsa, ey namazdan huzur elish, rahat elish, İslamdan xushal, İslamdan xotirjamlik, İslamdan vaqt, İslamdan bir xil ümid, ishonch qilishdiganiga ya musulmon degan bunda ola olsa, İslam degan bunda ola olsa degizmoqchimi? Va shamsi va zuhahani o'qi, ya sura zuhani o'qi, yoki vallayli iza yaghsha surasini o'qi. Ubay ibn Ka'b bu hadisini ağlamay, umu bomdat namazıda kıraatını uzun okudu. İhtimal o bomdat xuttam emas deb o'ylagandı. Şunlaşqa xuttam insonlar uningdan uxlashga ehtiyojli. Xuttamni o'qilablam uxlamasa bo'lmaydi. Ammo bomdat bo'lsa, ularning bugunni qarshi elishi, ularning bugunni kutib olishi
harakat qilishga, shosh bo'lishga, nurg'un yaxshilikda qiziqishga chaqirdi. Bizning hadisimizning vaqasi bo'ldi. Mana bu vaqa bo'ldi. Masjid-i Quboda bo'ldi. Shunlashqa heliq adam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom shu soatda onun o'xshaydigan g'azabni buningdan burun g'azab qilmagan darajada g'azab qildi. Va Ubay ibn Ka'bni sahobalar boyaga chaqirtib, imomlar boyaga chaqirtib ular mundadi. Jazman sizlarning ichinglarda ürkütib o'tadigan, qochib o'tadiganlar bor. Ya'ni qiroatni bak uzun o'qidiganlar bor. Sizlarning qaysi insonlarga namoz o'qisa, u yengil qilsin. Haqiqatan ularning ichida tan sog'lomlik jihatdan ojizlari bor, yosh jihati cho'g'ib qolganlar bor, musofir bor, oldirashchiqilchiligi bor. O'zining oldirishiga yana hojatiga oldiraydi. Sizlarning birovlar namoz o'qisa o'zi yolg'iz, namozni qanday holsiz o'qisin dedi. Shu imom bo'lguchi umuman atrofining va boshqalarning manfaatini o'ylashi, yaxshiligini o'ylashi, har bir ishda qulay, oson, yengil tarafini, hatto u ish durust tarafi bor, joiz tarafi bor. Yeni bir tarafı Allah, takva ve afzal tarafı bo'lsa-mu, ammo musulmonlarning ahvolida e'tibor qilib turib, joiz tarafini kuchlanma tutish lozim. Al-Mabahisul Arabiyya Arabcha tadqiq qilingan so'zliklar. Inni la ta'akhkharu an salatil ghadat degan fala ahduruha jamoatan. Men o namozga jamoat ulab qatnashmayman dedi. Bormayman demakchi. Ve bir rivayette inni la akadu adruku salat degan bo'ldi. Men namozni topolmag'ili qopdim, ya'ni namozni tepishga yaqin bo'lanmadim demakchi. Ya'ni men ishonchi qilganlik uchun imomning uzun qiroat qilganligiga o namozga oldirab berishdan mashg'ullab qolaman. Men o imom bilan turib turishga qodir bo'lmaganligim uchun an şunun bilen cemaat qo'ldan ketishga tas qoladi. Ya'ni cemaat namozidan uning avvalidan kechikiman. Xuddi o namozning betarafiga hozir bo'lganda. Ya'ni bak uzun o'qigandan keyin yomon uri turib bo'lmaydi ekan deb shu boshlab afti qana qilamiki, ruku qilamiki, namozni tugatamiki degan tasli qo'pab berib iqtido qilib olaman demoqchi. G'adat bumdan. Buni bir rivoyatda inni la ata'akhkharu an salati subh deb kelgan. Min ajli fulan degan uningdan maqsad Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu mayada. Hafiz ibn Hajar munda dedi, uni Muaz deb tushundigan kishi jo'yladi. Chunki Muazning qissasi xuttan namozida Bani Salama masjidida bu Bomdatda Masjid-i Quboda bo'lgan, ikki qitim bo'lgan bu ish. Mimma yutilu binadika ma masdariya min italatihi demakdir. Maqsad al-itala fil qiraat. Qiraatda uzun qilib o'tish. Jar majrur mindiki jar majrur badal ihtimalning o'rnida. Ya'ni min ajda bular deb qilib mimma yutilu binadika degandagi ma badal ihtimal suliba zaydun savbuhu degan. Yawma izindagi tanvin jumladan emas. Aslida bu tanvin cümle baya hazf qilingan, tashlangan, ajrning o'rnida turgan gap. Yawma ukhbira bizale degan. Shuni deyilgan, shu xabar yetkazilgan kunliklar demakdir. Inna minkum munaffirin diludun nafara yanfirun nufur degan ma'noda. Iza nafara ketgan degan ma'noda. Nafarahu degan tashdid bilan uni ketishga zo'rlagan demakdir. Nafara kelsa o'zi ketgan, nafara ketkizayotgan degan ma'noda bo'ladi. Fa ayyukum ma salla bin nas fa'yu wahidin minkum degan ma'noda. Ma ortiq bir rivoyatda fa ayyukum amman nas deb bor. Falyatajawaz lam buyruqlama. Bir rivoyatda fal yujiz deb bor. Tajavvuz ijoz degan oz qilsin, yengil qilsin demak, uzun qilishlikning qarshisi. Fa inna fihim bana fa inna min waraihi degan rivoyatda, fa inna khalfahu degan rivoyatda bor. Daif wal kabir wa zal haja
maqsad ihtimal tutmaydigan zaif bilan acizlikki kesel sebep bilan buluş yoki asli yaratilishidagi bir sebep bilan yoki yeshining sebebi bilan bulishdan amroq qo'yadi. Mayli kesel sebebi bilan aciz olsun, ya asli aciz yaratilgan bo'lsin, yoki yeshi cho'ngib qilib aciz bo'lgan bo'lsin, uningdan boshqa har qanday acizlik maqsad. Tazikrul kabir bu yerdagi kabirni zaifdan keyin so'zlash, xosni so'zlagan bo'ladi, omdilikin. Oldi bilan oy, bozorga kirib bir kirib chiqinglar deb bo'lib, bozorga kirib chiqinglar deb bo'lib, bir narsani olib chiqinglar, ya'ni sayvozorga kirib yoki bug'doy bozoriga kirib, bug'doy olib chiqinglar yoki sotqa chiqinglar degandek. Ammo zulhoja hojat egilar degan uningdan maqsad ciddi işvala. Musafirga o'xshash. Musafir degan yo'lda oldirmasa bo'lmaydi. Uning maqsadi namozni o'qib manzilga yetish. Bir ish bilan oldirash kishiga o'xshash ishlaridan, oldirashga chaqirgan ishlari bor. Buning ba'zi tamsil yo'lga asosan keldi. Misol ko'ksiz bulam degan gap emas menimcha. Misol yo'lga asosan. Bir rivoyatda val abir sabil dabba, yeni bir rivoyatda val hamil dabba, qo'saq ko'targan, ya'ni homildor ayol umid turib qolmaydi ya. Val murdi dabba, bola yutayotdi dabba. Shu hojatni bütün o'zini o'ziga qilish mumkin. Bu yerda bir misolni so'zlab, shuni bir hammaga bir o'rnak qilmoqchi. Hojat egisi bor degan, bolasi bor va yoki qo'siqida bor va yo bir ishi chiqib qolganli bor, masalan, qanday o'zirsa bo'lsin, bir o'zirsa bor. Fiqhul hadis, hadisning mazmuni. Qala ibn Daqiq al-Aid التتويل والتخفيف من أمور الإضافة فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين. أن قندا قلص uzun قغان qisqa qilgan bo'ladi. Buni o'lchimi nerdenagi desa İbn Daqiq al-Aid munda dedi. Bu uzun, qisqa, yengil degan bu izofiy ish bu. Selishtiradigan ish. Bir narsa bir qavmning odatiga nisbatan yengil bo'ladi. Yeni birining odatiga nisbatan uzun bo'ladi. Shu uning o'lchimi yo'q uningga. Şu kişilerin ahvali ölçüsüge qarab buludu. Ba'zanlarga şunda bir uzun bo'lgan ish, ba'zanlarga normal ish bo'lishi mumkin. Va huwa kalamun musallamun bih. Bu taslim bo'ladigan so'z. To'g'ri zodi demakchi. Lakin ahadis Muaz aw zahad hudud at-takhfif bi zikr as-suwar. Lekin Muaz radhiyallohu anhu hadisi yengil qilish, qisqa qilishning o'lchami, chekchigrisini suralarni tilg'ilishini oydinlashtirib berdi. Azroq ishorat chiqdi bu yerda. Va zahirul hadis anna takhfif as-salah inma huwa li mura'ati halil ma'mumin. Hadisdan ochiq chiqadigan mazmun namozni yengil o'qish, faqat o iqtido qiluvchining ahvoliga rioya qilish. Shuni nazarga olish uchundir. Ve min huna maksat nima desa namoz o'quvchilarning ahvoliga nazarga olib turib, shuningga rioya qilib turib bo'lgan ish. Shunlashqa ularning ba'zi munda dedi. La yakruhu tatwil iza alima rizal ma'mumin. Uzun qilib o'tish qiroatni makruh bo'lmaydi. İmam iqtido qiluvchilarning roziligini bilsa, o'shunda uzun o'qisak bo'ldi. Bularni Ramazon oylarida uxlamay o'tkazsak bo'ldi, qiroat tinchsak bo'ldi, Qur'on tinchsak bo'ldi, tahajjud bilan o'qisak bo'ldi desa, bu ta'til olmaydi. واعترض بأن الإمام لو فرض علمه بحال من بدأ الصلاة معه فإنه لا يعلم حال من قد يأتي فيأسم به بعد. Bu gapga munda bir itiroz qilindi. İmam agar uning namozni birga boshlagan kishining ahvolini bilish faraz qilinsa, bilutida faraz qilinsa, o imom kim kelganlarning ahvolini bilmaydi. Shunga u sababli kim gunohkor bo'lib qoladi. Buningga asosan
uzun o'qish mutlaq makruh. Endi 5 ta 10 yo 15 odam bilan o'qisin ma'qul, kim kelib qatl olgan bo'lsa, ununkini qanday bo'ladi? İlla iza salla bi qawmin mahsurin radina. Biroq sanoqliq uzun o'qishga rozi bo'ladigan o imamga iqtido qilg'ili ulardan boshqa bir kishi kirmaydigan o'rinda namoz o'qisa, u vaqtda bo'ladi. Chunki boshqa odam kirmagandan keyin unga qarshi bo'ladigan ish bo'lmaydi. Qala ibn Hajar, buni ibn Hajar dedi. Asli maqsad iqtido qiluvchilarning ahvolini nazarga olish, e'tibor qilish bo'lganligi uchun shuni qarab muomala qilsa asosan bo'ladiganligi bu yerda muayyanlashdi. والتحقيق أنه حتى في هذه الحالة يكره التطويل لأنه لا يعلم دخائل من خلفه من مرض طارئ وانشغال بحاجة طارئة. راس حقيقة شو ki bunda halatmi uzunluk o'tish makruh. Chunki o imam oxirgi kishilarning ishchidikini bilmaydi. Ciddi kisel, ciddi bir ihtiyaç bilen meşgul olup kalan din ibaret onu okumaydı. Min huna qala al-Ya'mari al-ahkamu innama tunatu bil ghalib la bis suwarin nadira fayanbaghi lil a'immati at-takhfif mutlaqan. Bunu muşu noktadan al-Ya'mari degan kishi hüküm köp sallık kişinin itibarı, köp sallık kişiye bağlanır fıkatlam. O andomundu suretke emez. Şunlaşka imam için mutlaka yengil kılış lazım. Ve haza kema şera'al qasra fi salatil musafir ve allala bil muşakka ve huve ma'a zalike yeşra ve lev lem yeşuk. Amilen bil galib liennehu la yedri ma yetra aleyhi. Bu musafirinin namazda kasrini yo'lga qo'yganga o'xshaydi yoki kasri yo'l qo'yilganga o'xshaydi va mushaqqat bilan illati bayon qilingan va safar degan mushaqqat, safar degan qiyin, bu shuning uchun kasri qilish yo'l qo'yilgan deganlar. O Alloh taolo mushuning bilan yo'lga qo'yyapti ya, garchi mushaqqat bo'lsa-mu g'olib amal qiladi. Hani bugün arp bilan yoki mashina, bundan mushaqqat yo'q-ki. Mushaqqat bo'lmaganligi uchun yo'l qo'yilmasa bo'ladi desa, g'olibiga amal qilib. Chunki bilmaydi nima paydo bo'ladi unga. Turiblar nima qanday kasal paydo bo'ladi. Va yu'khazu min al-hadis. Hadisdan olingan hukm birinchi javozu ta'akhur an salatil jamaa iza alima anna min adatil imam at-tatwil al-kasir fa inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lam yu'annifur rajul. Birinchi jamoat namozining ayrılışının to'g'riligi. Qachon o kishi imamning odati bak uzun o'qish ekanligini bilsa. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali qadam qoyim diyor. Voy nimish qoyil bo'lding deb imom qoyildi. الثاني ذكر جواز الإنسان ببعض ما يؤخذ عليه في معرض الشكوى والاستفتاء. Başın üçüncüsü insanın tilg'i elişinin ki durust bo'lishi, onun üstüge eladigan ba'zi bir narsani, masalan shikoyat qiladigan, fatvo so'raydigan o'rinlarda, arz o'rinlarda, manda ahvoli bormini, istiftoatimi manda qilganman deb fatvo so'rayotgan o'rinda desa, bu durust bu. G'aybat emas, aybini ochganlik emas, uning ko'lg'anlik emas. الثالث الغضب لما ينكر من أمور الدين وفي الموعدة. Üçüncüsü dinning ishlaridan inkar qiladigan bir ishlar var. Bunga g'azab qilish. Pand nasihatga g'azab qilish. Va sirrul g'azabi huna imma muxalafatul mav'iza. Bu yerdagi ochiqlashning sirri ya pand nasihatga qarama-qarshilik qilganlik. Shuncha deb tursam yana qarama-qarshilik qilamiz-da. Agar desak biz Muaz roziyallohu anhuning ilgir bo'lganlik sababli desak, yoki Ubay ibn Ka'bning ügünüşki tigişlik narsini ügünüşti yetersizlik qilganligi yoki ahamiyat berishga tigishlik bir ishga ahamiyat berish irodasiga
üçün deganlik bo'ladi. Ana Muaz roziyallohu anhu haqida olsa, biz sana shunda deb tursak, yine sen gap anglamamsa demakdir. Vayibni kabulab qolib qolsa, bilsam bo'ladi. Muaz roziyallohu anhu deymiz bu, sana deymiz bu, hammadan bir qismini namdimiz buni. To'rtinchisi ar-rifqu bil ma'mumin va sairil atba va mura'at maslahatihim. To'rtinchisi ergashganlarga muloyim bo'lish. Mumkin qadar yetakchi degan ergashganlarga muloyim, kamtar, yumshoq bo'lish kerak. Vaqtiz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin deb Alloh taolo dedi. Sen atrofingdagi kishilarga shu qanotini to'qidek yapqin. Va boshqa ergashuvchilarga mehribon bo'lish, ularning manfaatini o'ylash. الخامس استدل به بعضهم على جواز إطالة الركوع إذا سمع الإمام بحس داخل ليدركه اعتمادا على أنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز. Beşincisi bu hadis bilen bazı ulamalar rukuni uzun qilishning to'g'riligiga, durustligiga dalil qildi. İmam Ahun'un İççide bir his tuyg'uni anglagan chag'ida uni tepbilish uchun. Bunun dalili shuningga yulinibki, yengil qilish dunyoning hojatlaridan biri hojatga durust bo'lsa, dinning hojatlaridan biri hojat uchun uzun qilib olish durustroq bo'ladi. Ruku qilib turib, qalbi eribdi, bag'ri yumshabdi, duo yuzinibdi, ya bir narsani o'ylab ketib kambashini ko'tarib uzun qilsa bo'ladi. Chunki qisqa qilim degan gapma, o'sha imom atrofdagi odamning ahvolini rioya qilib shuni o'ylab bo'lgan bo'lsa, bu ichidagi ishkil sirni desa, bu bo'ladi deganga dalil talab qildi. Va huwa kalamun fi nadar va ta'aqqub dedi. Bu gapda o'ylanib beqish va ta'qib qilish bor. Val mashhur al-karahiya. Mashhur qarash nima makruh bo'lish qarashidir. Demak, umumatan imom bo'g'ichi, musulmonlarning ishlariga ega bo'g'ichi va yetakchi bo'g'ichi kishi o'zini yoki atrofidagi kishini lam emas, umumiy bir ahvolni o'ylab turib, uning ichidagi kichiklar, cho'nglar, yoshlar, erlar, ayollar har bir kishilarni o'ylab turib, anandagi diqqat, yo'l elishi, qadam elishi, ish qilishi bu islom dinining talab va taqozolari. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom qilg'ili nasib qilsin. Ulug' Alloh bu darsimizni ummatga, musulmonlarga manfaatli qilib bersin. Ulug' Alloh subhanahu va taolo bu darsni har bir kishi anglovchilar, yana bu boshqa anglovchilarga yetkazish, so'zlash va bu darsni bilganlar, bilmaganlarga bildirishni Alloh taolodan tilayman. Wa akhir da'wana alhamdulillah.